Axborot dasturini davom ettiramiz. Xabar berib borayotganimizdek, davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va tegishli tashkilotlar mutasaddilari tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganib, ularni tezkor bartaraf qilish choralarini ko'rmoqda. Galdagi lavhamizda bu borada Asaka Bank va Hamkor Bank tomonidan qilinayotgan ishlar xususida so'z boradi. Hamkor Bank bugun chin ma'noda biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydigan loyihalarni rivojlantirishga yelka tutadigan moliyaviy hamkorga aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining tadbirkorlar murojaatlarini joyiga chiqqan holda o'rganish, mavjud muammolarga tezkor yechim topish bo'yicha topshiriqlari bank rahbariyati va mutasaddilarining alohida e'tiborida. Shunday amaliy tashriflardan biri Buxoro shahridagi sintetik iplarni bo'yashga ixtisoslashgan korxonada tashkil etildi. 2019-yilda ijara asosida faoliyat boshlagan jamiyat bugun zamonaviy ishlab chiqarish quvvatiga aylangan. Bu jarayonda Hamkor Bank moliyaviy ko'magi ayniqsa muhim. Bank yordami bilan yangi texnologiyalar olib kelindi. Ishlab chiqarish quvvati kengaydi, mahsulot sifati xalqaro talablarga moslashtirildi. Mana shu ishlab chiqarish quvvatini yana 50% ga oshirib, shunaqa bobinadan ishlab chiqarish rejamiz bor edi. Shunga yana shu hamkorlik qilish bo'yicha sizlarga murojaat qilib, kredit foizlarini, talablarini, usloviyalarini bilish uchun taklif qildik. Bugun esa korxona faoliyati yangi bosqich ostonasida. Ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, mahsulot turlarini ko'paytirish va eksport hajmini oshirish uchun qo'shimcha investitsiyaga ehtiyoj mavjud. Hamkor Bank mas'ullari tomonidan korxona faoliyati loyiha istiqboli yaqindan o'rganildi. Unga moliyaviy ko'mak berish bo'yicha amaliy rejalar kelishib olindi. Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda tadbirkorlikka keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bu borada bank mijozlari bilan doimiy aloqada bo'lib, ularning muammo takliflarini o'rganib kelmoqda. Everwhite Group MGJ mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi ishlab chiqarish quvvatlari bilan tanishdik. Korxonani kelgusi rejalari bilan ularning muammo takliflarini o'rgandik. Korxona ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish maqsadida korxonaning kreditga bo'lgan talabi o'rganib chiqildi. Tez orada kredit ajratilishini kelishib oldik. Tadbirkorning rejasi aniq, ishlab chiqarish liniyasini ishga tushirish orqali mahsulot hajmini oshirish, eksport geografiyasini kengaytirish va yangi ish o'rinlari yaratish. Bu tashabbus bank tomonidan imtiyozli kredit orqali qo'llab-quvvatlanadigan bo'ldi. Bizning kompaniya O'zbekistonda tikuv ipi mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 70 ga yaqin xodimlar ishlaydi. Ishlab chiqarish hajmimiz 1 million dona bobinaga yaqin tikuv ipi mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarni O'zbekistonda asosiy 80% O'zbekistonda va 20% MDH davlatlari va Turkiya, Polshaga eksportimizni amalga oshiramiz. Prezidentimizga rahmat aytmoqchimizki, avvalda bankka borib ishlarimizni bitirsak, hozir bank xodimlarining o'zi kelib biz bilan aloqada bo'lib ishlarimizni bitirib beryapti. Hamkor Bankdan bugun bizni faoliyatimizni o'rganib, kengaytirish maqsadida taklifimizni o'rganish uchun kelishdi. Bizga eng katta beradigan narsasi eksport geografiyamizni kengaytirib, yangi loyihani amalga oshirish niyatidamiz. Tadbirkor tashabbusi va bank moliyaviy ko'magi uyg'unlashgan joyda yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Joriy yil yakuniga qadar korxona 6 ta davlatda o'z savdo uylarini tashkil etishni rejalashtirgan. Eng muhimi, bunday loyihalar orqali iqtisodiyotda yangi qiymat yaratiladi. Ish o'rinlari ko'payadi, sanoat quvvati ortadi. Made in O'zbekiston brendining nufuzi yuksaladi. Bu esa muammodan yechimga tamoyilga asoslangan bank va biznes hamkorligining amaliy natijasidir. Tadbirkorlik taraqqiyot farovonlik omilidir. Ayni kunlarda davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra tijorat banklari hamda mas'ul idora vakillari ishtirokida tadbirkorlarning muammolari o'rganilib, tezkor bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Sirdaryo tumanida joylashgan dori vositalari ishlab chiqaruvchi korxona yuqori daromad keltiruvchi loyihadir. Prezidentimiz 2025-yilning 4-dekabr sanasida ushbu korxonaga tashrif buyurib, ishlab chiqarish quvvatini kengaytirish yuzasidan bir qator topshiriq va ko'rsatmalar bergan edi. Topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik tijorat bank xodimlari amaliy ko'mak berishga kirishgan. 3 tajribasi asosida tadbirkorlarning joyiga chiqqan holda manzilli uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Uchrashuvlarda tadbirkorlarning muammolari aniqlanib, ularni yechim bo'yicha ko'maklashib kelinmoqda. Mijozimiz Rivermet Farm korxonasiga tashrif buyurilganda yangi loyiha, ya'ni tabletka dori vositalarini ishlab chiqarish mavjudligi aniqlandi va ushbu loyihani amalga oshirish uchun bank kreditiga ehtiyoji borligi ma'lum bo'ldi. Asaka Bank tomonidan jami 10 million AQSh dollar miqdorida kredit mablag'lar bosqich ajratib kelinmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 30 million dollardan ortiq bo'lib, hozirgi kunda korxonada 500 nafar odam doimiy ish bilan ta'minlangan. Korxona yiliga 135 milliard so'mlik qiymatda 70 turdagi umumiy hisobda 114 million dona dori vositalarini ishlab chiqarmoqda. Kelgusida korxonada ishlab chiqariladigan mahsulot turlari 200 xilga yetkaziladi. Davlatimiz rahbarining korxonamizga tashrifida bir qator muammolarimizga yechim topildi.
xususan ishlab chiqarish kengaytirish uchun qo'shimcha yer maydoni va soliq to'lovlaridan bir qancha imtiyozlar berildi. Shu sababli eksport geografiyamiz ham kengaymoqda. Hozirda Gruziya, Afg'oniston, Tojikiston, Yamal kabi davlatlarga infuzion eritmalar yetkazib beryapmiz. O'rganish jarayonida yangi loyiha, ya'ni tabletka va ampula dori vositalari loyihasi borligini va ushbu loyihani amalga oshirish uchun kredit kerakligini ma'lum qildik. Hozirgi kunda kredit hujjatlari rasmiylashtirilmoqda. Ushbu loyiha amalga oshirish natijasida 200 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Turizm serdaromad sohalaridan biridir. Sirdaryo viloyatida asosan daryo bo'ylarida ushbu soha yaxshi rivojlanmoqda. Bu borada ham tadbirkorlar davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ularga tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilyapti. Mazkur turistik loyiha ham sayyohlar oqimining ko'payishiga olib keladi. Dam olish maskani ishga tushgach 1000 nafar aholini qamrab olish ko'zda tutilgan. Ayni kunda bu yerda qurilish ishlari ketmoqda. Loyihamiz daryoni bo'yida 17 gektarga joylashgan. Zamonaviy investitsiya qilingan kapsulalar qo'yilgan. Bu yerda dam olish xonalarini mo'ljal qilamiz. Bir yilda 10 mingta aholiga xizmat ko'rsatamiz. Investitsiya kirgizish pullaridagi hujjatlash ishlari olib borilyapti. 100 ga yaqin ish o'rinlari xudo xolasa yaratiladi. Qurilishimizni xudo xolasa 2026-yil shu dekabr oylariga, yil oxiriga mo'ljal qilamiz tugatish. Asaka Bank Aji Guliston bank xizmatlari markazi tomonidan tadbirkorliklarni joyiga chiqqan holatda o'rganilyapti. Bugungi kunda bank mijozi bo'lgan Fazilat Group MCJ tomonidan Sayxunobod tumanida daryo bo'yida dam olish maskanini tashkil etish maqsadida kredit mablag'lari ajratilmoqda. Bugungi kunda loyihaning umumiy qiymati 35 milliard so'mni tashkil qiladi. Shundan Asaka Bank Aji Guliston bank xizmatlari markazi tomonidan 24 milliard 500 million so'm kredit mablag'lari ajratish rejalashtirilgan. Tadbirkorning loyihadagi o'z ulushi 10 milliard 500 million so'mni tashkil qiladi. Bugun banklar tadbirkorlarga faqatgina kredit ajratuvchi tashkilot emas, ularni qo'llab-quvvatlovchi, muammosini hal etuvchi hamkorga aylanmoqda. Bu davlatimiz rahbarining talabi. Demak, mamlakatimizda ishbilarmonlik muhiti yanada kengayadi. Bu iqtisodiy o'sish va xalqimiz farovonligi uchun muhim omildir.